Kugunlu yeni kucha maytaq tashkilotning qancha eshitganligining xabarini berib o'tay. Mush iliq Arshivoyan Arshinara degan hukmimiz ochib ketdi ekan hozir. Dukugunluningki xabarini bizning Fazliq bersan oldi. Ma'qul bu chata yo'q. Dukugunlu xabar degan uchiruy demaman. Xabarim bor. Men aka bu g'uldur men o'zim chiqaga ichimlik. Sen meni ta'min etib baq. Men Dukugunlu xabarini berib beray. Ichib ta'min etib baq. Unda bo'lsa bundan burungi yillarda Dukugunlu 6-oyning 1idan boshlab 6-oyning 10igacha bo'lgan jarayonda ichilayotgan. Lekin bu yil shu 5-oyning 25i ichilish murosim bo'lmoqchi Dukugunluning. Demak nima degan chaqda 25i ichilib qolish ehtimolligi bak cho'ng. Men bundan keyin yana davomli holatda mening filmlarimni meni to'laydiganlar diqqat qilib tursanglar, Dukugunluning xabarini to'xtamay berib turaman sizlarga. Do'chka. Biroq chivatdingmi? Voy jinim aka. Biroq chivatdingmi? Voy, sen adamni qattiq qizlaydigan bo'lsan aka. Mangray. Voy rost jinim aka qattiq unda bo'lsa. Men sana Nima? Ko'sara. Mana salam. Hammadan bizdan ishlab chiqargan ko'sara bor. Yo'q, men bilan mismochirlik aloqasi yo'q. Yo'q, inson ko'ngil so'g'a atigicha endi. Kerak o'qolsa deb sana. Ha, san kerak o'qoldi aka. Cho'qim kerak o'qoldi aka. Nima? Kiyasa ko'sargan. Ko'sargan yo'q. Aka men azroq ishim bor jinim aka. Rahmat. Yo'qlab kelganingiz sen bilan uzun turmay aka men. Ha, yaqin menga yetqin chiqdi. Ya, sen qaytayma uyanga bor aka. Ayamaylarga borma. Bugun uyanga bor. Voy nima bo'ldi? Yo'q, uyanga bor. Mendan birini kiygach ulgansan. Uyanga bor aka. Rahmat. Men mikrofonni olib beray. Men menga yetqin chiqib ketdi. Yo'q, keyin yana Tamam. Yo'q, rahmat aka. Voy, uyanga bor. Jinim aka ma'qul. Aka bu qizlar hojatxonasi kiyapsiz ha? Qizlar hojatxonasi bugun ha? Hojon. Arshi. G'uldur deb ichkizga aşı binasan filmlarini ko'p baqsam, shatroq degan gapkan. Va ko'zaning bakadimaga bermabsiz ekansan. Ma'qul. Topolmay qolamanmi seni?